Bitim foyda yopildi. $450 foydamiz bor. 3, 2, 1. Keyingi bitim ham foyda yopildi. 2 minutda $1000 foyda. Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Timur. Bugun men sizlarga Pocket Option'da savdo qilib ko'rsatib beraman hamda savdolarim davomida qanday bitim ochish kerakligini, qanaqa qilib to'g'ri savdo qilishligini o'rgatib o'tishga, ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyadagi havola orqali Telegramga o'tsanglar, bepul ma'lumotlar, bepul darslik, indikator, kitoblar, signallar barchasi Telegram kanalda bo'ladi. Demak, savdoni boshlasak, USDC valyutni parasida M1 ga o'tib, trendimizni aniqlab olamiz. Demak, bizda trend faqatgina buying trend. Mana bu holatda chizib olsak, shu joydan mana bunday bo'ldi. S10 ga qaytamiz. S10 da hozir hech qanday bizda sabab yo'q biron bir tarafga bitim ochishga. Mana bundan olsak, mana bu yerdan valnaq formatsiyasi hosil bo'lib, narx yurib bergan. Narxni yurib bergan. Hozir pastga tushishi mumkin, katta ehtimol bilan narx. Endi kutsak biz yoki-da bu yerdan uchib ketib qolishi ham mumkin temaga. Ya'ni mana bu joydan uchib ketishi ham mumkin. Kutilaydi. Fibonacci qani? Fibonacci tortib ko'ramiz. Mana bu bundoq bilib. Fibo tortsak, hozir Fibo bo'yicha yurishi mumkin. Bitta shu joydan tevaga ochamiz, ikkinchisini mana bu joydan ochamiz. Agar bu yurib bermaydigan bo'lsa, ikkinchi bitimimizni mana bu joydan ochamiz. Hozir mana bu yerlarga kelishi mumkin, ikkinchisini shu yerdan ochamiz. Kutaylik oldin buni bu yurib foyda olib qolish ehtimoli ham bor. Bitim foyda yopildi. $450 foydamiz bor. Endi ikkinchi bitimga o'tamiz. Ikkinchi bitim shu joydan yana bir tevaga o'xshab olsak bo'lar edi. Lekin uspetib qilmay qoldik. Bu ana endi tevaga ochamiz. Tevaga 1 minutga $500 ga bitim ochdik. Endi bu bitimni o'qitamiz. Ya'ni sizlar bitta chiroyli trendni ushlab olsanglar, binarni opsionda narx o'sha bo'ylab yuradi, maza qilib foydalarda qolib olsanglar bo'ladi. 30 soniya vaqt bor. Bitim 60 ga 40% turibdi hozir, chunki pastga oqib ketishi ham mumkin. Kutaylik. Uch, 2, 1. Keyingi bitim ham foyda yopildi. 2 minutda $1000 foyda. Juda ham zo'r natija. Savdoyimizni tutatsak ham bo'ladi. Mana ko'rdinglar, ko'zinglarda, oldinglarda osongina, chiroyli qilib ko'rsatib savdo qilib berdim. Sizlar ham mana shunday qilib savdo qilib ishlaysizlar bo'ladi. Faqatgina opit kerak. Ya'ni mana bu narsalarni sizlar uchun chizyapman. Chizmasam ham o'zim ushlasam, ana shularsiz ham mana bu liniyalarsiz, hammasi siz men bemalol bozorda narxda shuni ko'rib, o'zi bittalar anglayman. Telegramga o'tkazsanglar, juda ko'p ma'lumotlar, bepul darsliklar, mana shunday strategiyalar, bundan da ko'p strategiyalar hammasi Telegramda bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.